رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli kardeşler, bugünkü bizning suhbatimizning temasi İslamning güzel ahlaklarından birisi her bir Müslüman buluş sifati bilan talep qilingan iffet meselesi. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu cihette bizninki en yüksek şekildeki örnekimiz. Biz bu sözümüzni İmam Ahmed rahimahullah Ummu Seleme'den rivayet kılgan döndük hadisten başlayımız. Necaşi Müslümanlar hakkında Müslümanların aldığı çağırıp soruğa vaxtida Cafer radıyallahu anhu Necaşi'ye Müslümanların ahvalini tunuşturup, ey padişah, biz cahilliyet kişileri idik. Butlağı ibadet kılattık, özü ile kalgan hayvanlarını yayittik, yaman işlerini kılattık, tuqqallar, qarindaşlar ara münasebetlerini üzüt ettik, kolum qoşunlar bilan yaxshi ötmeydik, aramızdaki küçükler acizlarını yayitti. Biz maçta ahvalda turğa vaqtimizda Allah subhanahu wa ta'ala bizga shunday bir payg'ambar avatdiki, biz bu payg'ambarninki nasibini obdan bilamiz, ya'ni ali isl nasab, rostchilligini bilamiz, omonatdorligini bilamiz va uning iffetini bilamiz deb payg'ambar alayhisolatu vasallamning iffetini Rasulullahning go'zal sifati qatorida İslamның güzel namoyon sifatida podshohning oldida bayon qilgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam so'zlasa rost so'zlaydi, muomala qilsa amin shaklda muomala qiladi. Rasulullohning havasi, hirismanligi qo'zg'alsa, Rasululloh buningga qarta iffatlikdi. Endi iffat masalasini tushuntirgan vaqtimizda iffat yig'ilish deb tushunimiz ko'p hollarda. Insonda Alloh subhanahu va taolo yaratgan nurg'un havaslar urdi insonda. Mal-mulkka qarta havas, qiziqish, ayollarga qarta havas, qiziqish va undan boshqa shuhrat, nom, obro'y masalan. Nurg'un havas, qiziqishlar bo'ladi. Amaliyat Alloh subhanahu va taolo insonga bu havas, qiziqishlarni yaratishidagi sabab insonning bu orqali yuksalishi uchun. Ammo bu havaslar qo'shbisliq havas bo'lib, agar bu tarafga tortsang, buning natijasi boshqacha, bu tarafga tortsang, buning natijasi boshqacha bo'ladi. Ya'ni insonda Alloh yaratgan bu xil havaslarningki mangadigan qo'sh yo'linishlik yo'li bor. Endi islom ta'limoti dal kishilardagi bu xil havaslarni şu oldidagi ikki yo'lning eng to'g'risiga yetaklash orqali insonni yuksaltirish uchun bu havaslarga chiqish yo'li, havaslarning betaraf qilinishi, qiziqishlarni betaraf qilish uchun islomning go'zal axloq tarafi bizga ta'limot sifatida qana qilingan berilgan. Masalan, insonda agar mol-mulkka qiziqish bo'lmasa, dunyoning iqtisodiy tarafi aslo taraqqiy qilmaydi. Agar insonda ayollarga nisbatan qiziqish olmasa, insonlarningki nasl qoldirishdan iborat bu buyuk bir vazifa aslo o'rinda olmaydi. Kishilarning izzat, g'urur bo'lgan qiziqish olmasa, kishilarda yuksak buyuk axloq masalan, g'urur o'tirg'i chiqmaydi. Ya'ni hammadan pastkashib ketadigan gap. Demak, bütün havaslarninki, havoyi havas deymiz biz buni odatda, bütün qiziqishlarninki, inson vujudidagi bütün intilishlarninki bir yo'li bor. Alloh ko'rsatgan yo'l. Yana bir yo'li bor. Buning yugansiz quyvatganda mangadigan yo'li bor. Dal islom bizni Alloh ko'rsatgan yo'lga selish orqali
Bizning dunyodagi hayotimizni go'zallikka erishtirish, bizni yuksaltirishni Alloh xohlaydi. Hamda bizning bugungi temamiz iffat haqida. Yani iffetning ma'nosini endi tushuntiradigan keldik. Iffat deganlik biz bayatın deganimizdek insondagi shu intilish, shu hirsmanlik, shu qiziqishlarni o'z yo'liga ishlatish deganlik. Qanaqadir bu yerdan xato tushunib chiqmasinki, islom bu xil ta'limotlarni berish yoki musulmonlarni, mu'minni iffatli bo'l deyish orqali mu'min intilib turayotgan, mu'min qiziqayotgan, mu'minning ehtiyoji hisoblanadigan bir taraflarning oldini to'sab qo'yish yoki mahrum qo'yish emas. Ya'ni mu'minning ehtiyojini, mu'minning qiziqishini to'g'ri bir shaklda hal qilish. Endi bugungi iffat deganimizning asosiy ko'p tepiladigan va bizning bakroq bugun temi shaklda ahamiyat berib so'zlaydigan tarafi dal insondagi mol-mulkka bo'lgan hirismanlik qiziqishidan ayollarga bo'lgan hirismanlik qiziqish dal bugungi iffatning asosiy temasi. İnsanda mal-mulki bo'lgan intilish qiziqish yusidan o'ziga oid olmagan, o'ziga tava olmagan narsalarni egallab mumkin, elab mumkin. Boshqalarning mulkini elab mumkin. Ya'ni o'zining havasining g'olib kelishi turtkisida. O'ziga tava olmagan ayollar bilan aloqa bog'lab qilish mumkin, o'zining havasining intilishining turtkisida. Ama biz bugün iffat orqali qanday qilmoqchi? İnsondagi shu qiziqishning to'g'ri liniyasini bildirmoqchi. Ya'ni inson shu qiziqishlarini atkil olmaydi desangiz bo'lsin, kaskil olmaydi, mahrum qo'yishqimi? Chunki Alloh inson yaratgan qiziqish. İnson agar uningdan mahrum qo'yilsa, cho'qim xuddi ig'izini itib olgan so'qachga o'xshash, bir tarafdan suv kirish ig'izi va ama chiqish ig'izini itib olgan so'qachga o'xshash teshidi u, teshib chiqadi. Şu onun bir mağdıgan normal yolu bir kanunu buluş gerek. Del İslam'ın güzel ahlak temizliği bu dersinin maksidi del şu xil intilişlerine nispeten, hirislerine nispeten insan kımmıs olmaydıgan bir manevi ihtiyacına nispeten pakize yoldan, pakize kanaldan birini kana kılış, içip biriş. Yani insan diginimizde aşı heveslerini Allah görsetken boyunca A yolga emas, ma yolga sep mangınıda insan Allah'ın nazarında yüklenidi. Qanaqdır bu yerda İslam meyli er yoki ayol olsun, onun manevi ihtiyacının hech qandığını cheklab insonni o'zi ehtiyojli taraflardagi inson erishtirishlik, dunyodan erishtirishlik, huzur halovatlardan mahrum qo'yish masalasi yo'q. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karim sura Qasasning 50-oyida "Va man adallu mimman ittaba'a hawa bighayri hudan min Allah." Allah bu yerda bir azg'un deb sifatlab, yani o'zining xohishiga, o'zining havasiga, o'zining hissiyotiga, o'zining hirs intilishlariga Allah'ның hidoyatsiz ergashgan kishilarni eng azg'un deb sifatlayapti. Bu yerda bir iborat va oyatda. O'zining xohishiga ergashgan odamni azg'un demadi. Hidoyatsiz ergashgan odamni, Allah'ның hidoyatsiz bir narsani bilishimiz kerakki, Allah insonda o havaslarni, o qiziqishlarni bekorga yaratmoqlik. Cho'qqum insonning yuksalishini yaratganlik. Ammo diginimizda qo'shmislik qo'g'achqa, buning yomon tarafi bo'ladi va yaxshi tarafi bo'ladi. Buning yaxshi tarafi dal Allohning hidoyati manhaji orqali belgilansa, yomon tarafi uni yugansiz qo'yitish orqali bo'ladi. Oyatda davatqanimi Allohning hidoyatisiz o'zining havasining keyniga kirish. Ammo Allohning manhajiga mos shaklda o'zining havasiga kirsa, u intayin go'zal natijalarni olib keladi. Endi bizning bugungi iffat temasida bizga eng namunaladigan o'rnak bo'ladigan shaxs Qur'oni Karimda bizga shaxsiyati bayon qilinib ko'p bir suraning ismi Atayda uning ismi bilan tilga ilinib bayon qilingan Yusuf alayhissalom. Ya'ni iffatningki namunasi, iffatningki hisobda rahbar hisobda. Simoli deymiz, iffat simoli. Ya'ni bizning yoshlarimiz buni bizga o'rnak qilishga tegishlik bir simol. Biz mushu ahvollarga qarab turib, shu ahvollarni deyish orqali, shu ahvollarni o'qish, shuni bilish orqali bugungi kunimizda yoshlarningki o'zining o'tda qizib turgan yoshlik bahor mezgilida nima ish qilish kerak? Bu masala yoshlarimizning kallasida oydinlashishi kerak. Bizning maqsadimiz ham shu.
Yani deganimizdek Yusuf Aleyhisselam'ın şu umum vakaliklerini belki hemmeyle okugan, anlagan bilimiz. Yusuf Aleyhisselam Mısır'a kul şekilde götürüldü. Güzel hocayını. Yusuf Aleyhisselam'ın kelgüsü bizi insanlık noktasını oylagan vaktimizde kelgüsü takdiri onun kulu da onun öyüsde kasırda yaşavatıdı. Halisa onu şu vakitte türmelerge, zindanlığa etiyordu, emniyette muatte zindanga. Eğer onun talebiga ma'qul bo'lib qolsa, uning nurg'un narsalardan bahramand bo'lishi mumkin, ya'ni insonlik hisobotida. Mana holatda chaqadi talab qildi, ammo Yusuf alayhisolamning bunga bergan javobi intayin go'zal bo'ldiki, inni akhafulloh robbil alamin. Men butun olamlarning Rabb bo'lgan Allohdan qo'rqaman dedi. Qarindoshlar, musha kelgan vaqtda men bir narsa deyman. Allah'tan korkuş sebebinden sen köz aldığındaki bir imtiyazdan vazgeçsen, köz aldığındaki sen yaxşı dep qarlavatkan bir narsadan vazgeçkiningde bu hergiz mukafatsız kalmaydı. Bunun arkalık sen şunçilik yükselsen ki bunun neticesini ahiretin ilgili dünyada görürse. Yusuf Aleyhisselam eğer biz bugün günü tasarruf kılaylı. Addi gap emas, davlatning bosh ministrlarining ayoli yani. Yusuf Aleyhisselam uning ustiga uning shaxsiy mulki shaklida qo'l sifatida oilasida turib o'tdi. Uni xolisa o'ltirib o'tdi, xolisa setib o'tdi, xolisa turmaga sulib o'tdi. Mana bir tahdidlar ostida uning ustiga u unchalik qochqidek bir kurimsiz emas, go'zal. Nopozli. Bu darajada holat uni chaqagan vaqtda butun bu qadar Yusuf Aleyhisselamni qiziqtiradigan amillar ba turib men olamlarning Rabb bo'lgan Allohdan qo'rqaman degan bir buyuk simol xarakterlik bizga nisbatan namuna bo'ladigan bir so'zdan birini qildi. Alloh bu orqali Yusuf alayhissalomning darajasini shunchalik ko'tardiki, manda bir hikoya bor. Yusuf alayhissalom keyin davlatni qo'lga olib bo'lgandan keyin, yani zo'r bir karvonda ketib o'tdi. Etrafta kişiler var. Kişilerin içinden birisi ne deydi o dese? Subhane men ja'alel abide meluken bita'atihi. Maçta bir gapten birisi var. Allah büyük ki bir kul Allah'a hakiki qoqqanlığı tüpelinin padişahı oldu davatıdı. Yani o Yusuf Aleyhisselam'ın umumi tarihini billi yaşagan etraftakilarning birisining gapi. Va gapining oxirisida "Va man ja'alal muluka abidan bima'siyatihi." Gunohi sababli podshohni qul qildi. Uni tarixda ifodalangan shu. Bir Misrga qul sifatida kelingan bir yosh Allohdan qo'rqqanlik tufaylidan Allohning nazarida shunchalik darajada ko'tardiki, Misr uning quliga tushdi. Yani podshoh bo'ldi hisobda. Butun Misrning davlat xazinlari uning ilkiga tushdi. Endi qarshi tarafdagi ma'siyat tufaylidan bir davlatning xo'jayini past o'ringa tushdi. Bu faqat Yusuf alayhissalomning mo'no so'zining natijasiki, inni axafulloh robbil alamin. Allah subhanahu va taolo Yusuf alayhissalomning Allohdan qo'rqaman degan bu samimiyati, bu taqvoliqning natijasida bu mukofotni oldi. Esingda bo'lsin, inson qilgan har bir yaxshiliqiningki yoki Allohdan qo'rqish yuzidan tashlagan har bir huzur deb qaralayotgan yoki yaxshilik deb qaralayotgan ishlarining mukofotini cho'qim qaytirib oladi. Buning eng oldida mushayda men yigitlarimizga shunday xitob qilaman. Yigitlarimiz o'zining o'tdek qaynab turgan hissiyoti, o'zining yoshlik jush urib turgan yoshlik bahorining vasvasasining keyniga kirmay o'zini iffatli tutsa, dunyodagi eng go'zal mukofotga erishadi. Dunyodagi eng go'zal mukofot nima yigitlarga nisbatan? Imom Nasa'iy Amr ibn As'dan rivoyat qilingan bir hadisda inna dunya kullaha mata'. Dunyoning hammasi insonga berilgan bir ne'mat deb bo'lib, va xayru mata'i dunya al-mar'atu as-salihah. Dunyoning eng hammasi bir ne'mat, mushu ne'matlarning eng yaxshisi solih ayol deydi. Ya'ni yigitlar o'zini iffatlik tutqanlik sababidan erishadigan eng chong mukofoti
huzur topadigan, unga kirsa, bir issiq vasıdigan, yo'qolgan vaqtlarda o'zining omonatlarini joyida saqlay oladigan bir oilaga erishishi. Balkim to'y qilmagan yigitlar bu nuqtani bak tushunib ketmasligi mumkin, ammo to'y qilganlar tushunadi. Bir oilaning insonga huzur bag'ishlay oladigan, ishdan herib yenib kelganida, sirtda charchab kelgan vaqtda uning butun hordiqini chiqara oladigan bir illiq muhitining bo'lishi insonning hayotidagi eng cho'ng ne'mati. Yoshlarni kutayotgan mukofot mana bu. Şoňaşqa toy qilishdan ilgirki yigitlarga deydiganimiz şu. O yigit Allah'ның haram qilgan siziqlardan ner yaşsa, ippetlik olsa, közünü yumsa, muşlarning hammasini Allah subhanahu wa ta'ala'nın razılıqını deb qilgan bolsa, muşi iş o'xshash onun bir mukofot beriladi. Manda bir gap bor, har qanday mukofot qilgan ishning töridan bo'ladi da. Yet özünün hissiyatının üstüne galip geldi, intilişinin üstüne galip geldi, konu tatip tutumu küzünü yumdu, Allah'ın haramlarını çeklendi. Aynı şekildeki mukafat onunla berildi ki, onunla güzel, salih olan ayal, sık olan bir öy, onun Allah tarafından mukafat sıfatı berildi. Öyge kirse, salih ayalının külümsürgen çırayı onunla huzur bağışlaydı. Üydeki illik muhit onun haduqını çıkardı. Sefer yoki boshqa ishlar tufayli uyni yo'qolib ketsa, omonati joyida saqlanadi, bir ishlarga birisi itoat qiladi. Mana bu o'zining iffatini saqlagan yigitning erishadigan mukofoti bu. Endi Qur'oni Karimda iffatni saqlash haqida sura Nur'ninki 33-oyatida "Val yasta'fifillazina la yajiduna nikahan" yani bir ifoda bor. To'y qilish imkoniyati yo'q yoki to'y qilmaganlar iffetlik bolsun. Ama Kur'an-ı Kerim'ninki işletken ibaretide vel yesta'fif diye okum insanın şu işki intilişi bilen, ma'lum kuch chiqarishi bilen, tirishchanlik ko'rsatishi bilen amalga oshadigan bir okumni ifodalaydi yani. Yani inson tirishishi kerak. Bugünkü zamanımızda meyli oğul yoki qizlar olsun, amaliy sharoitimizninki sel boshqacha ko'p qilish sababidan, sharoit tufaylidan to'y qilish masalasi kechikyapti. Bununla nisbatan meyli qizlar yoki o'g'illar olsun, val yasta'fif degan mushu buyruqni ijro qilish uchun o'zi sel tirishchanlik ko'rish to'g'ri keladi. Bu mu jihatning o'zi bir turi. Endi Qur'oni Karim mushu iffetlik bo'lishninki iffetlik bo'lishning amaliy ro'yobga chiqish uchun bir fikrni o'tirg'a qo'ygan Qur'oni Karim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum zalika azka lahum. Aynı şekilde ayollar qaratilgan mush mazmundagi oyatmi bor. Ya'ni ko'z yumush fikri. Bu iffetlik bo'lishning oldingi qadami. Yosh yigitni Allohning nazarida yuqori martabaga yetirgan buningdek ish yo'q. Otliq hissiyatı qaynab turgan yigitlarni Allohning nazarida yuqori ko'taradigan bundan ortiq daraja olmaz. Allah malaikalarga dal bu xildagi yigitlar bilan faxr qiladi. Qaranglar ey malaikalarim, ma bandamga qaranglar, o yashining eng yosh bahor vaqtida, vujudida o't kuydigan vaqtlar, hissiyati o'rab turadigan vaqtlar, qani qiziq vaqtlarda men uchun meni deb ko'zni yumyotdi. Bununla en yaxshi mukofotlarni hazırlaymanki, biz bayatı o'qigan hadis va xayru mata'id dunya al-mar'atu salihah. Yani yaxshi ayol, salih ayol. Bayatın deganimizdek bayatın o'qigan sura Nur'ning 33-oyatida vel yasta'fifillazina la yajiduna nikahan degan oyatning oxirisida hatta yughniyahumullohu min fadli degan bir oyat bor. Yani oxirida Allah subhanahu va taolo bularni o'z fazli marhamatidan nikah qilalg'udek, to'y qilalg'udek bir holatga akiladi degan bir mazmun bor. Inson qilgan yaxshiliqininki yoki Alloh uchun voz kechgan, tashlagan huzur halovatning cho'qqin mukofoti bo'ladi. Bu ham Allohning va'dasi. Allohning va'dasining amalga oshadiganligi hammaning nazarida oydin masala. Alloh o'zining va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi. Dunyo yo'qolsinki, dünya asman zemin vayron bo'lsin ki Allah o'zining va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi. Yani
Yani tekrar bu gapni digim keldi. O'zini iffetlik tutgan, ko'zini yumgan, namahremlarga qaramagan yosh yigitlarimiz shuni kutsin. Muvaffaqiyatlik illiq bir oilasi bularni cho'qim izlab topadi. Bular cho'qim shuni bilan qanaqindi mukofotlanadi. Oila men bayatımda dedim, to'yib bakmaganlar bu ahvolni bek tushunmaslik mumkin. Oilaning illiq bo'lmasligi, ayol kishininki o'zi to'y qilgan ayolininki solih bo'lmasligi, ya'ni uningga illiq bir tuyg'u bermasligi hayotdagi eng cho'ng mag'lubiyat. Şu utuqluq ailenin qurilishi inson hayotidagi 3dan 2 baxt deyilsa bo'ladi. Dal yoshlarni kutayotgani inshaalloh to'y qilishdan ilgari o'zini iffetlik tutgan, ko'zini haromdan saqlaganlarni kutayotgani dal bu xildagi illiq oila inshaalloh. Endi yoshlarninki iffetlik bo'lishiga nisbatan taraflarning ma'lum darajada mas'uliyati var. Mesela hususen yigitlerning iffetlik bo'lishiga nisbatan qizlarning ma'lum mas'uliyati bo'ladi. Qizlarning iffetlik bo'lishiga nisbatan yigitlarning ma'lum bir mas'uliyati bo'ladi. İslamda amallarni darajaga ayirib, eng yuksak darajadagi amal ibodat degan shaklda ba'zi amal ibodatlar tasvirlanadi. Masalan, islomdagi eng yuksak darajadagi amal ibodatlardan birisi jihad. Endi biz qizlarga shuni xitob qila olamizki, qizlarga nisbatan eng yuksak darajadagi amal ibodat, xuddi jihodga o'xshash amal ibodatdan birisi yigitlarningki iffetlik bo'lishiga bir kishilik hassini qo'shish. Bu qizlarning o'zini hijoblanishi bilan yigitlarning iffet yo'lidan chiqishga sabab bo'lmasligi bilan boshqalarning diqqatini tortadigan yerlarini yo'gash bilan bo'lsa, chunki ayol kishi degan bir azam mol emas, hammadan kiradigan, uning kiradigan taraflari bo'ladi. Ayol kishi qizlar echiladigan bir yerlar bo'ladi. Masalan, o'zining erining oldida echila oladi, mahramlarining oldida echila oladi. Xoliga odamning hammasi ko'rsa bo'ladigan arzon mol emas. Bu orqali qizlarimiz, yigitlarimizningki iffetlik bo'lishiga tuhfasini qo'sha oladi. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisda, muttafaqun aleyh hadisda ve men yestagni yughnillahu ve men yesta'fif yu'iffahullahu hadisning bizning temimizga munosabatlik tarafida qanday odam iffetlik bo'lishni istasa, iffetlik bo'lish uchun tirsa, Allah subhanahu va taala uni iffetlik qiladi dedi. Yani bir nuqtaga diqqat qilaylik. Burunqi darslarimizda tekrar ta'kidlayapmiz. İnsan dünyadagi ixtiyorlik berilgan bir maxluq. Yani insonning tanlash ixtiyorligi bor. Anakin insonda insonni harakatlantirib turadigan, qo'zg'ab turadigan bir omil, havas, intilishlar bor. Mushu intilishlar bilan turib va inson o'ziga tanlash berilgan bir maxluq turib iffetni tanlagan bo'lsa, biz davomli deb kelganimizdek Alloh insonning mushu yo'lni tanlaganlikqa qarata yordam beradi. Yani uni iffetlik qiladi. Deyishing mumkin, qanday iffetlik qiladi deyishing mumkin. Hammalar inson yashayotimiz, o'zimizning ichki dunyosini o'zimiz bilamiz. İnson eng qiziqib turgan narsaning keyniga kirmasligi uchun, insonni qo'zg'ab turgan bir o't, bir qiziqishninki to'xtishi, pastgo'ga tushishi uchun buningdanmi insonni tatadigan, buningdanmi insonni xo'sh qiladigan yana bir narsaning bo'lishi kerak. Ya'ni to'y qilmagan yosh yigitlar masalan eng qiziqadigan narsa o'zining o'tliq hissiyati bo'lishi mumkin. Agar bu haqiqiy iffetlik bo'lib, iffetlik yo'lini tanlasa, Alloh buningdanmi ortiq, ma esingda bo'lsin, qandaqdir buni hissiyati yo'q, bir o'likka aylantirib qo'ydi deganlik emas. Buningdanmi ortiq bu yigitni texmi xo'sh qiladigan, ya'ni zehnini buningdanmi bak ap ketadigan, o'zining hissiyotining keyniga kirishga vaqtni topolmaydigan yoki uni o'ylab qolmaydigan darajada ne'matni beradi-da, uni iffetlik qiladi. Bu Allohning insonga bergan, yoshlarga bergan yordami bo'ladi. Qanaqdir iffetlik odamni Alloh qanaqdir iffetlik qiladigan uning hissiyotini o'ltiradi, hissiyotini yo'q qiladi, bir o'lik meyitga aylanib qoldi deganlik emas, balki uni davomli
qo'zg'ab turadigan, kallasini akitadigan, davomli o'ylantiradigan bu ishdan mubakroq kallasini akitadigan go'zal ne'matlarni ato qiladi. Bu orqali bu ippatlik bo'lib saqlanadi. Chunki inson o'z ixtiyori bilan ippatlik yo'lni tanladi, Alloh buningga yordam beradi. Biz davomli misol orqali tushuntiryapmiz. Ikkilan bir tajribali insonlar o'tirishki misolda qishg'irib ma'lum bir tijorat yoki ma'lum bir sharqliq maslahat oldik. Bizga maslahat verdi. Birimiz uning maslahatini oldik, birimiz olmadik. Endi uning maslahatini elib yo'lni davomlashtirgan bilan, uning maslahatini olmay yo'lni davomlashtirgan ikkisiga qarata o odam keyin qaysiga bekroq yordam beradi? Maslahatni olmagan qarata endi amalim yo'q deydi insonlar. Maslahat olgan qarata endi siz mana qiling yordam beradi. Allah subhanahu va taolo mu'min o'z ixtiyori bilan bu hidoyat yo'lini tanlab bo'lgandan keyin, bu iffat yo'lini tanlab bo'lgandan keyin bu yo'lni tanlagan. İnsanlar bo'lsin bir majburlik yo'q. İxtiyori bilan tanladi, suyib tanladi o'zi. Va bu iffat yo'lini tanladi. Shuning uchun ittirib turadigan harakatlantiruvchi, ittiragich kuch bo'lib tusimi o'chdi. Uni havasini qo'zg'ab tusimi iffat yo'lini tanladi. Alloh unga cho'qim yordam berdi. Bu yordam buni tatiyotgan, bu qiziqayotgan, bu davom shuni xiyol qiladigan bu ishtinmi uning kallasini aktalaydigan, uni texmi xo'sh qilalaydigan, xursand qilalaydigan bir ne'matlar bo'ladi bu yerda. Alloh subhanahu va taolo hammalarni mushu yo'lni tanlaydiganlarning qatoridan qilsin. Bu bir yoshlarning iffatli bo'lishga yordam beradigan muhim nuqtadan birisi qizlarningki, ayollarningki bir kishilik hassi, ya'ni o'zini hijoblash va munosib doiradan chiqmaslik orqali yoshlarningki iffatli bo'lishga uli kafolatlik qilalaydi bu birisi. İkincisi yoshlarning iffatli bo'lishining yordam qiladigan, ya'ni uning iffatli bo'lish uchun sharoit yaratadigan ikkinchi nuqta valilarga qaratiladi. Valilar bu nuqtada intayin sezgir bo'lishi kerak. Masalan, yigitlar to'y qilish qolay sharoitiga erishsa, ippitini yo'qotmaydi yigitlar, o'zining ippitini saqlaydi. Chunki o'zining qiziqish, intilish havaslarini to'g'ri yo'ldan qondiradi. Amma günümüzde şunda ahvallar avjiga chiqdi. Qizlarni malga o'xshash baholab, amaliyotda ayollar, qizlar o bir baholash darajasidan hassi yuqori, ya'ni qimmatsiz, ya'ni qimmati yuqori darajada uni boylik bilan, pul bilan o'lchig'ila olmaydigan darajada qimmatlik o'rinda. Ammo bir bilik ota-onalar buning qimmatini qilamiz degan bir ba'no bilan arzon bo'lib qolsa bo'lmaydi degandek bir falsafalar bilan agar bu qadar chiqim tortmasa oila davomlashmay ajrashib ketish ehtimoli yuqori degan bir falsafa bilan to'ylarni ma'lum darajada qizimga loyiq qilaman degan shaklda onunga yuqori darajada to'ylab qilib oladigan ahvollar o'tirib chiqdi. Ya'ni bu bizning qizning bahosini ma'lum darajada to'xtatdi. Amaliyotda bebaho qimmatga ega asli. Bu orqali to'y ishlari bag'an sira qiyinlashib, o'g'illar ma'lum yoshga yetkicha masalan shu qo'yilgan shartlarni ado qilguncha to'y qilolmaydigan bir holat keldi. Bu oraliqdan iffat masalasi o'rtaga chiqdi shu o'rindan. Shunga payg'ambar alayhisolamdan kelgan hadisda Imom Tirmiziy Abu Hurayraning rivoyat qilgan hadisda to'y qilish haqida, to'y qilishni qulayliqlashtirish haqida bir odamning axloq, diniy qimmat qarashi sog'lomlan bo'lsa, buningga qizlarini o'ylab qo'yish haqidagi mazmundan keyin agar bu shaklda berilmasa, to'y qulayliqlashtirilmasa, qiyinlashtirilsa, buning bo'ladigan oqibatlarini Rasululloh eskartib, illa taf'alu takun fitnatun fil ard va fasadun arid. Agar ashta qilmasanglar, to'y ishlarini qulayliqlashtirmasanglar, yengillashtirmasanglar, buning oqibatida o'ttirg'i chiqadigan büyük bir fasad dedi Rasululloh. Büyük bir yomon ahvol, fitna dedi Rasululloh. Buning hammasi valilarning, ya'ni qiz o'g'illarning ota-onalarining gadindagi mas'uliyat. Mana bir gap bor. Bir dozaqqa hukm qilingan qiz shundoq derki, mendan ilgari dadam kirsin. Chunki dadam menga sal qaradi. Mening yo'ldan chiqishimga parvo qilmadi deydigan bir nasvo. Demak, dada bu darajada qizdan mas'ul. Bularning hammasi dadaning ustidagi mas'ul.
Bayatan hadisning hadisga munosabatlik yana bir hadisda Payg'ambar alayhisalom Tirmiziy rahimahulloh rivoyat qilgan hadis Abi Hatim Muzaniydan "Iza ja'akum man tardawna dinahu va xulqahu fankihuhu." Yani din ve ahlakıga, yani onun kıymet qarash, hayat yaşash uslubiga razı olsanglar, nikalab qo'yinglar dedi. Bayatdan hadisning muhaddislar birlashtirgan vaqtimizda agar bu yo'llar qiyinlashtirilsa, masala va og'ir ahvol kelib chiqadi. Endi ata-onalar dal mushu nuqtada to'yliqlarni qimmatlashtirish orqali o'zining qimmatini belgilamoqchi bo'ladi, bayatni deganimizdek. Halbuki ayollarning eng barakatli bo'ladiğini, oilada oxirigacha illiq oila qurildig'ini to'yliqi oz ayol. Ata-onalarning kallasidagi shu xato o'qim ko'rib tashlanishi kerakki, mening qizim undaq azon birilsa olmaydi degani men qo'ygan baho qizimning bahosi endi. Amaliyotda qizlar, ayollar bebaho qimmat darajada, bebaho qimmatlik o'rinda. Ammo ota-onaninki qizim azon ketsa olmaydi deb uningga yo anchimin yo manchimin degandek bir o'lcham bilan baho qo'yishi o'zining qizining bahosini shu darajada to'xtatganlik bo'ladi amaliyotda. Halbuki shu ota-ona o'zi to'y qilgan vaqtni aslisa bugün o ki oğluğa, yani bolğusu ki oğluğa koygan uyun olsun, maşinan olsun, mesela yoki muqim xizmetin olsun, yoki muqim kirimin olsun degandek talablar hatto o'zimi hozirlamagan to'y qilgan vaqtida. Nimda o'zi hozirlamagan, o'zi to'y qilgan vaqtda bir talabni kelib, bugungi to'y shartlariga qo'yilish orqali to'yni qimmatlashtirdi. Bir oyat bor. Ayet gerçi kuldedekler hakkında kelgan bo'lsin, oyatning umumiy ifodasi mushaga mas kelishi mumkin. Sura Nur'ninki 33-oyati. "Va la tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassunan." Oyat dedekler hakkında kelgan, ama oyatning labzidan tushunsak chiqadigan bir mazmun. Bayana sizlar qizlaringlarni agar ular o'zini pok tutmoqchi bo'lsa, yaman ishlarga majbur apirib qo'ymanglar, majburlab qo'ymang. Yani qizlarimiz to'y qilaman dedi. Men pok yashayman, pokiz yashayman dedi. Masalan, uyinglarga elchi keldi. Endi akilib bundaq shartlar bilan ularni yo'ldan chiqishga majburlamaslik kerak. Bu ota-onalarning ustidagi bir mas'uliyat. To'yliq masalasi. Buningda Qur'oni Karimda bizga bir o'rnak bor. Shuayb alayhisalomningki qiziga Musa alayhisalom elchi bo'ldi hisobda. Shu vaqtida Musa alayhisalomga qizni berishga ma'qul bo'lib degan gapining oxirida bir og'iz gap bor. Buni Qur'oni Karim bizga hikoya qiladi Sura Qasasning 27-oyatida. "Va ma uridu an ashqa alayk." Men sana qiyinchilik solishni xohlamayman. Nima deydi Qur'oni Karim? Nimishqa deydi bu gapni bizga? Bir Musa alayhisalomning to'y qilish orliqidagi bu gapni bizga deyishdi. Nima demakchi Qur'oni Karim? Bu yo'llarni qiyinlashtirish, to'yliqlarni qiyinlashtirish, to'yning busug'isini egiz ko'tarib o'tish, zimindagi fasodchilikninki fitnaning yo'lini ochganlik. Shunlashqa buningda har bir o'ylan bu fasodchilikni azaytish uchun, fitnalarni yo'qotish uchun, yosh yigit va qizlarningki iffetini saqlash uchun her birimiz harakat qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bizlarni o fitnadan saqlasin, bizning ballarimizni, millatning ballarini o fitnalardan saqlasin, hammalarga yaxshilik ato qilsin va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.